Shu qarzlarni ham to'laymizda. Bir gap bo'lardi biza bugun So'qoqdagi Chinor choyxonasiga yetib keldik. Birinchi bo'lib asl So'qoq somsalaridan boshlaymiz. Qaranglar buni. Yaltirab odam ishtahasini ochib turishini qani. Bismillah, ovozini eshitib ko'ramiz. Somsaga gap yo'q. Endi mana patirga alohida baho berib qo'yasizlar. Piyozli, shunaqa qatlama patir. Wow. Chinor choyxonasida faqat o'zini mazali taomlari bilan, balki go'zal atmosfera hamda toza havosi bilan mijozlarni jalb qiladi. Endi taomlarga qaytsak, navbatda shunaqa go'shtlari ko'pgina firmaning sho'rvaga beramiz. Bu turgan bitgani vitamin sho'rva aynan hozirgi mavsumga juda ham mos keladi. Qaranglar, go'shtdan tashqari shunaqa kachalkali joylari ham chiqar ekan. Do'stlar, mana buni baxt desa bo'ladi. Qaranglar. Oynalar so'qoqqa chiqqanmiz. Maza qilib, mana shunaqa atmosferada yeb ichib, yo'q-yo'qdan gaplashib, uxlab yotishni qaranglar bolalar, maza qilib. Oradan maza qilib uxlab olishga ham ulgurib, navbatda shashlik to'ralarga berdik. Men Chinor choyxonasiga 2-3 yildan beri muntazam kelaman. Shu paytgacha umuman uyaltirib qo'yishmagan. Sizlar ham bemalol kelib, maza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Videoni birga chiqmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimda qoldirdim.